Yodgor. Hikoya. Rahmat Fayzi. Yaqinda bir xat oldim. Bloknotdan yirtilgan oq qog'oz betidagi nihoyatda hafsala bilan yozilgan satrlarga uzoq tikilib qoldim. Xuddi mehribon ota o'g'lining yelkasiga qo'lini tashlab, "Mana shu ishni qo'lingdan kelgancha bajar. Nazarimda bu bir oila manfaati uchun emas, umum manfaati uchun zarur. Axir u zamonlar o'tib ketgan-ku" deyayotganday bo'ldi. Xatni yozgan kishi Abduqahhor aka menga eng qadrdon, uni behad hurmat qilardim. O'z o'qituvchisini unuta olarmidi kishi? Yoshlik chog'larimda uning qo'lida ta'lim olganman. Birinchi daf'a leksiyasini eshitgan kunim shirin orzu xayollar bilan allamahalgacha uxlay olmay chiqqan edim. Abduqahhor akaning eng yaxshi fazilatlaridan biri shu ediki, leksiya o'qiganda shundoqqina quloqqa quyib, miyaga joylab qo'ya qolardi. Fikri biram chiroyli, teshi tegmagan iboralar bilan sodda qilib tushuntirardiki, kishining sira esidan chiqmasdi. 2 soatlik leksiyasidan atayin poylab o'tirgan odam ham bir og'iz ortiqcha yo o'rinsiz so'z topolmasdi. Bir men emas, gruppamizdagi hamma bolalar uni hurmat qilishar, qo'qqisdan to'qnash kelib qolganimizda salom berib o'tib ketguncha qizarib bo'zarib ketardik. Salobati bosar edi. Oradan yillar o'tib Abduqahhor aka doktorlik ilmiy darajasini oldi. Shunda ham o'zini katta tutmas, juda kamtar edi. Eng muhimi, inson degan nomga gard yuqtiradigan biron harakatni ko'rsa qattiq ranjirdi. Turmushimizdagi eskilik sarqitlari bilan sirayam chiqisholmas, bunday sarqitlardan qanchalik tez xalos bo'lsak, turmushimiz, madaniyatimiz shunchalik tez rivoj topadi, der edi. Ilmiy ishlari boshidan ortib yotganiga qaramay, qimmatli vaqtini sarf qilib alohida xat yozib yuborganining boisi ham shunda. Xatda o'zi singari bolalar uyida tarbiyalanib chiqqan bir injenerning oilasida ro'y berayotgan voqeani yozibdi. Lozim topsangiz hikoyami, felitonmi yozarsiz, yo'qsa biron yerda ishlatarsiz. Menimcha, hikoya mana shu nuqtalardan keyingi satrlar mazmunini o'z ichiga oladigan bo'lgani uchun maqsadga o'taylik. Men xatni o'qib bo'ldim-u, qadrdon o'qituvchimizning oldiga bordim. U menga voqeani batafsil aytib berdi. Keyin Zuhurjon bilan uchrashdim. Bog'chada bo'ldim. Hamma narsa oydinlashdi. Zuhurjon oq batiz g'ilofli atlas ko'rpachaga ixchamgina qilib o'ralgan chaqaloqni avaylab bag'riga bosarkan, yuragi shuv etib ketdi. Nazarida vrach uning qo'liga quruq ko'rpachaning ichini havol qilib o'rab berganday na og'irligini sezadi-yu, vana ko'rpachada 2 qo'llab ushlashga arziydigan narsaning salmog'ini. Jon holatda yurgakdagi bolaga qaradi. Ko'rpacha tagidan o'tkazgan o'ng qo'lining panjasini yozib ushlaganda qulayroq ko'rindi. Zinadan pastga tushib sal yurgandan keyingina o'zini bosib oldi. Shu payt chaqaloqning pishillab uxlashiga zavqi keldimi yo o'z holati o'ziga nasha qildimi, beixtiyor jilmayib qo'ydi. Ketidan chiqib kelgan xotini ham sezdi buni. U sekin erining qo'ltig'idan qo'lini o'tkazdi. "Ha, nimaga kulyapsiz?" Zuhurjon xotinining yuziga tikildi. "Kulyapsiz deysizmi?" "Ha, yo'q, o'zim", dedi-yu gapni chalg'itdi. "Xuddi o'zingiz-a, Ma'sumaxon." "Qayoqda?" dedi xotini bo'ynini cho'zib, chaqaloqning yuzini ko'rolmasa ham. Yuzining kulchalari, burni tayyor o'zingiz-ku. Uning lablari go'daklarniki singari cho'chchayib, qoshlari chimirildi, erkalandi. Nariroqda ularni kutib turgan shofyor yigit aytmoqchi bo'lgan gapini unutdimi, duduqlandi. Allanima deb Ma'sumaxonni qutladi-da, qip-qizarib ketdi. Yoshda bunday ishlar hali boshiga tushmagan. "Eson-omon qutuldingizmi?" deyishni ep ko'rmadi. Qo'polga o'xshadi. Boshqacharoq aytmoqchi edi. Ularning salobati bosdi. Er-xotinni mashinaga o'tkazib, eshikni ohista yopib qo'yguncha allanechuk bo'lib ketdi. U hozir odatdagidan tashqari muloyim edi. Yuzidan kulgi arimasdi. Mashina asfaltga chiqib yurishini tezlatganda ham Zuhurjon shofyor tepasidagi kichkina oynada uning yuzidagi kulgini ko'rdi. Qo'ni-qo'shnidan chiqqan ayollar hovlining o'rtasidayoq Ma'sumaxonni o'rab olishdi. "Tuf-tuf, yomon ko'zdan asrasin Ma'sumaxon, o'zingizni sirayam oldirmabsiz-a", desa biri, "Voy, qaytanga ochilib ketibdilar", derdi ikkinchisi. Ma'sumaxon agar salgina rangi siniqqanligini aytmaganda, chindan ham ochilib ketgan, yangi kelin vaqtidagidek ko'zlari yonib turar. Ikki yuzdagi kulgichi shundoq ham yarashib tushgan ediki, kulgich to'la yuzga kelishadi deydiganlarning gapi bekor ekan. Uning chehrasi emas, butun vujudi kulib turardi. Zuhurjon ko'pchilik bo'lmaganida chaqaloqni qo'lidan bermasmidi, keksa qaynonasiga uzatdi-da, orqasidan qarab qoldi.
Uy ichi bir pasda xotin xalaj bilan to'lgan edi. Zuhurjon shoshib qolgan, eshikdan kirib kelib, "Qani to'nni yeching" deb hazil qilganlariga javob berolmay kulib qo'yardi. Qutlayotganlarning hammasi ham uyingizga yangi mehmon bilan qo'shilib yangi baxt keldi, bilyapsizmi, deyayotganday bo'lardi. Bu orada Ma'sumaxon kiyimlarini almashtirib, deraza pardasini tortar ekan, hovlida tutantiriq tayyorlayotgan eriga ko'zi tushdi. Kulib qo'ydi. Yaxshiki Zuhurjon payqamadi buni. Xotinining atlas nusxa krepdeshin ko'ylagini kiyganda aytadigan hazilini takrorlarmidi? U boyadan beri o'zini qo'ygani joy topolmas, to'y arafasida Ma'sumaxon bilan 3 kun ko'rishmagani 3 yillik tuyulgani singari tipirchilardi. Qani endi mehmonlar tezroq qo'zg'ala qolsa-yu, Ma'sumaxonning yoniga kirib to'yib gaplashsa, chaqaloqni o'rtaga olib boyagidek kimga o'xshashligini bahslashsa. Ma'sumaxonga shunchalik suyangan ekanki, bir haftadayoq hech qayerga sig'madi qoldi. Ertasiga o'rnidan turib yengil-yelpi ishlarga unnay boshlagan Ma'sumaxon 4-kuni deganda to'satdan istmalab yotib oldi. Aksiga yurib shu bugun zavoddan kech qaytgan Zuhurjon karavot bilan bitta bo'lib bo'rsillab yotgan xotinini ko'rdi-yu, yuragi orqasiga tortib ketdi. "Telefon qilsangiz bo'lmasmidi?" demoqchi bo'lib og'iz juftlaganda, Ma'sumaxon qovjirab bo'rsildoq bosgan lablarini ohista qimirlatdi. "Suv, muzdek suv ichkim kelyapti." Zuhurjon korjomasini ham yechmay suv quyib uzatarkan, shu yoshga kelib yolg'izlikning nima ekanini hozir sezganday bo'ldi. Qaynanasi 1-2 kun tura qolsa nima bo'lardi? Qo'lidan biron yumush kelmasa ham dalda edi-ku, o'gayligini qildi. Mening hech kimim bo'lmaganiga yarasha loaqal Ma'sumaxonning biron jigari bo'lsa nima edi? Zuhurjon shu xayollar bilan kaftini xotinining peshonasiga qo'ydi-yu uzoq turolmadi. Peshanaga emas, choy damlangan choynak qorniga qo'yganday bo'ldi. Ma'sumaxon ko'zlarini ocholmas, ustidagi ko'rpani beligacha tushirgan, og'ir nafas olib harsillab yotardi. Ko'krak burma ko'ylagining ko'ksiga yopishib turgan joyiga allanima tomibdimi, qotib qolgan, oqaribroq turibdi. Zuhurjon uzoq tikilib endi tushundi. Ma'sumaxon chaqaloqni emizolmabdi ham. Sekin ko'z qiri bilan yo'rgakdagi bolaga qaradi. Yaxshiki uxlab yotibdi. Zuhurjon aka, hech narsa bo'lgani yo'q, qiynalib gapirardi-yu, kulishga harakat qilardi Ma'sumaxon. Faqat ovqatga o'zingiz unnay qolasiz-da-a? Zuhurjon yana peshonasini ushlamoqchi bo'lib qo'lini uzatdi. Ammo harorati zo'rligini o'ziga sezdirib qo'yishdan qo'rqib, to'zg'igan sochlarini silay boshladi. "Mendan ovqat o'tarmidi" demadi-yu, "Ko'nglingiz nima tusaydi?" deb so'radi. "Hech narsa, suv." Haykalday qotib qolgan Zuhurjon o'zini yo'qotib qo'ydi. Hiyladan keyin o'rnidan turib narigi xonaga chiqdi. Kiyimlarini almashtirar ekan, kimga xabar qilib maslahat solishini o'ylardi. Keyin telefon trubkasini olib qorong'ida ham adashmay topa oladigan nomerni aylantira boshladi. Trubkani Rokiya opaning o'zi oldi. Zuhurjon ovozini pasaytirib voqeani tushuntirdi. Uyga qorong'ilik tusha boshladi. Yo'q, qorong'ilik avval Zuhurjonning qalbiga, keyin uyga tushdi. Uy ichini ham, tashqarini ham allaqanday vahima bosganday. Eshikdan Rokiya opa kirib kelganini ham payqamadi Zuhurjon. Rokiya opa koridor chirog'ini yoqqandagina xonadagi chiroqni yoqish esiga keldi. Rokiya opa shoshganidan ustidagi xalati bilan kelgan edi. U Ma'sumaxondan ham, eridan ham so'rab o'tirmay, to'g'ri tez yordamga telefon qildi. Ma'sumaxonni kasalxonaga yotqizishdi. 2-kuni chaqaloqni alohida bo'limga o'tkazishganini eshitdi Zuhurjon. Kechagi shodlik, baxtiyorlik o'rnini shunday og'ir qayg'u bosdiki, Zuhurjonni gangitib qo'ydi. Dastlabki kunlari zavoddagilarga sezdirmay yurdi. Ertalab ishga borar, to'g'ri kontoraga kirib yangi ishlanadigan detallarning chirtyojlarini ko'zdan kechirardi-yu, topshiriq berib chiqib ketardi. Baribir sexdagilar bilmagani bilan zavod boshqarmasidagilar bilishardi. Bosh injener Zohidov o'sha kuniyoq Zuhurjonning yordamchisini chaqirib tayinlab qo'ygandi. Bo'lmasa u Zuhurjon ertalab kelishi bilanoq "Siz boravering, bu yog'ini o'zim" deb gapni ham yarimta qilib tinchitgani turarmidi? Zuhurjon o'z yordamchisidagi bu o'zgarishni ham payqamas, birovning gapi qulog'iga kirmay, alamini papirosdan oladigan bo'lib qoldi. Ishga sira qo'li bormas, sexdagi shovqinni bizning simfoniya deb yuradigan yigit endi sexga kirsa yuragi siqilardi. Kasalxonada kechgacha qolib ketar, uyga qaytgandagina qorni ochganligini, ertalabdan beri tuz totimaganini sezardi-yu, baribir tomog'idan quruq choydan bo'lak narsa o'tmasdi. Hayot allaqanday dahshatni ko'z oldiga keltirib qo'yar, o'rnidan
O'rnida yotolmay papiros tutatib hovliga chiqib ketardi. Hovli degan ham shunchalik sovuq bo'ladimi? Shu kunlarda ko'ziga shunday yomon ko'rinadigan bo'lib qoldiki, deraza yonidagi gul, rayhonlarga suv quyilmaydi. Tomga chirmashib chiqqan pechakning karnay gullari to'kilib yotibdi. Ivirsigan hovli yuzini papiros qoldiqlari tutgan ikkita g'isht ustida turgan sariq samovarning ustini bir ellik chang bosgan. Ilgarilari shundaymidi? Ma'sumaxonning tug'ruqxonadan kelishini orzu qilib kutgan Zuhurjon har kuni hovli supurardi. Hamma narsani saranjom qilib ishga jo'nardi. Hozirgidek derazadan turib papiros irg'itmasdi. Ma'sumaxon kundan kun og'irlasha bordi. Oxiri bo'lmadi. Xizmatdan bir necha kun ruxsat olishga to'g'ri keldi. Endi uning kuni ham, ba'zida tuni ham kasalxonada o'tadigan bo'lib qoldi. Kechalari ko'pincha navbatchi vrach ruxsati bilan qabulxonada, quruq divanda yotib qolardi. Kunduzlari vrachlar xotini yonida uzoq o'tirishga ruxsat berishmasdi. Shunda u xo'p deb chiqib ketardi-da, yosh bolalardek ko'zni shamg'alat qilib yana palataga kirib olaverardi. To'g'rirog'i unga gap ham ta'sir qilmas, nima deyishsa hammasiga ko'nardi. Maslahat qilmagan vrach u professori qolmadi. Zohidov qaysi bir ilmiy tekshirish institutining professorini o'zi bilan birga olib kelib ko'rsatdi. Allaqanday kam uchraydigan kasalning nomini aytishar, Zuhurjon bo'lsa, mening hech kimim yo'q, undan boshqa hech kimim yo'q deganga o'xshash gaplarni aytib yalinardi. Shu zaylda 17 kun o'tdi. 18-kechasi Ma'sumaxon erining qo'lida jon berdi. Zuhurjon qo'shni palatalarda uxlab yotgan bemorlar borligini ham unutib ho'ngrab yubordi. Zuhurjonning bosiqligi, kuchli irodasi bu musibatni yengishga ojizlik qildi. U bir necha kungacha o'ziga kela olmay yurdi. Hammasidan yomoni shu ediki, har gal eshikni ochib hovliga kirishi bilan odatdagicha xonim deb yuborardi. Derdi-yu, yuragi tortib ketardi. Ma'sumaxondan judo bo'lganiga sira ishongisi kelmas edi. Zuhurjon qisqa muddatli otpuskasi tugab ertaga ishga chiqaman deb turgan kuni zavod boshqarmasidan Zohidov telefon qilib qoldi. Uzoq gaplashmadi. Ishdan qaytishida Zuhurjonni uyga olib ketajagini aytib trubkani qo'ydi. Uyga olib ketaman, o'zicha takrorladi Zuhurjon. Nima ishi bor ekan? Yo bironta mehmon kelmoqchi bo'lsa shunga taklif qilyaptimi? Mehmondorchilik ta'tirmidi hozir menga? Ochiqroq aytsa bo'lmasmidi? U trubkani olib Zohidovga telefon qilmoqchi bo'lib turganida eshikdan xuddi o'z uyiga kirib kelayotgandek Marfa Ilinichna kirdi. Zuhurjon trubkani qo'ydi. Salom, keling Marfa Ilinichna, xizmat. Bardammisiz bolam? Ha, ko'p o'ylayvermang, foydasi yo'q. Men sizga katta bir xizmat bilan keldim. Siz birpas ko'chaga chiqib aylanib keling. Men uyga bir qarab qo'yay. Sizga qolsa o'zingiz aytmaysiz ham. Zuhurjon darrov tushundi. Yo'q, ovora bo'lmang, o'zim eplayapman, Marfa Ilinichna. Bu safar so'zimga kirmasangiz xafa bo'laman, bolam. Men begona emasman. Shunday topshiriq berishdimi sizga? Ha, kim? O'zimga o'zim. Zuhurjon gap qaytara olmadi. Marfa Ilinichnaning ajinlar oralagan yuziga, kumushdek siyrak sochlariga mehr bilan tikildi-da, deraza yoniga bordi. Ko'zi plitka ustida turgan og'zi, jo'mragining gardishlari choy quyqumidan sarg'aygan choynakka tushdi. Marfa Ilinichnaga tayyor choyni quymaganidan xijolat bo'ldi. Choynakni keltirib stol ustiga qo'yarkan Marfa Ilinichna unga qaradi. Hojati yo'q, kerak bo'lsa o'zim quyib ichaman. Zavod boshqarmasida xat tashuvchi bo'lib ishlaydigan Marfa Ilinichnani kollektivda tanimagan odam yo'q edi. Hamma uni hurmat qilardi. Zuhurjon institutdan zavodga kelib mexanika sexida ishlay boshlaganidan beri taniydi. Er-xotin unga juda o'rganib qolishgan edi. Ma'sumaxon ona deb chaqirardi. Uyga mehmon kelgudek bo'lsa Marfa Ilinichnani albatta topib kelardi. Hozir Marfa Ilinichna Zuhurjonga yana xotinini eslatdi. U bo'lganida topgan tutganini, allaqanday tansiq narsalarni to'kib tashlab, qo'yarda qo'ymay mehmon qilardi. Zuhurjon boshqa so'z aytmay hovliga chiqdi. Chiqdi-yu mashina ovozini eshitdi. Zohidov kirib keldi. Nima gap? Ichkariga kiraylik, Tohir aka. Hech gap yo'q, o'zimiz gaplashib o'tiramiz. U derazadan Marfa Ilinichnaga ko'zi tushdi. Iye, Xormang Ilinichna, juda boplabsiz. Yashang, ey, qani ketdik, Zuhurjon. Marfa Ilinichnaga xalaqit bermang.
Zuhurjon mashinadan tushib ichkariga kirdi. Shlyapasini ilayotganida qo'shni xonadan chaqaloqning yig'isini eshitib rangi quv o'chib ketdi. Makintoshini yechmay divanga tashlandi. Zohidov darrov payqadi. Ha, Zuhurjon, Tohir aka, u shunday deb xo'rsindi. Irg'ib o'rnidan turib ketdi. Shlyapasini qo'liga oldi. Nima gap, qayoqqa? Tohir aka, men vijdonsizman, esimni yeb qopman. U titroq ovoz bilan gapirardi. Axir o'g'lim bor edi-ku. 5 kun bo'lsa-yu xabar olish u yoqda tursin, esimga ham kelmasa-ya. Yo'q, kechiring meni. Men hozir borib bilishim kerak. U shlyapasini g'ijimlaganicha koridorga otildi. Zohidov bunchalik bo'lishini kutmagan edi. Ketidan chiqib qo'lidan ushlab qoldi. Chaqaloq ovozi eshitilgan xonadan Zohidovning xotini Rokiya opa chiqdi. Zuhurjon chopib charchagan kishidek harsillar, Rokiya opa bilan so'rashishni ham unutib qo'ygan edi. Er-xotin uni zo'rlab uyga olib kirishdi. Yo'q, Tohir aka, baribir tatimaydi. Hech bo'lmasa telefon qilib bilaylik. Xo'p, bilamiz. O'zingizni bosing, gap bor. Buni qarang-a, nahot esimga kelmasa, hech kimim yo'qligida Ma'sumaxonning kimi bor edi? 85 yashar o'gay onasi. U sho'rlikning qo'lidan nima ish kelardi? Bu gaplar o'rinsiz, Zuhurjon, deb gapga aralashdi Rokiya opa. Bizlar begonamizmi? Shunday ekan, men ahmoqqa bir og'iz aytib qo'ymaysizlarmi deb yubormoqchi bo'ldi-yu, tomog'iga bir narsa tiqilgandek gapira olmay qoldi. Boshini quyi solib ikki qo'li orasiga oldi. Shu payt Rokiya opa eriga qaragan edi, ayta ber degan imoni qildi u. Rokiya opa ohista so'zlay boshladi. Zuhurjon, menga qarang, uka. Biz sizdan bemaslahat bir ish qilib qo'yganmiz. Zuhurjon hayron bo'lib boshini ko'tardi. Rokiya opa so'zida davom etdi. Agar kechirsangiz aytaman. Nima? Ayting, opa. O'sha kunning ertasigayoq Tohir akangiz bilan borib chaqaloqni olib kelganmiz. A, rostdanmi? Zuhurjonning ko'zlari katta ochilib ketdi. U goh Rokiyaga, goh Zohidovga qarardi. Shu yerdami? Ha, shu yerda, dedi kulib Rokiya opa. Avvali berishmadi. Emizikli bolalar uyiga o'tkazamiz deyishdi. Men ko'nmadim. Sizning nomingizdan tilxat berib olib keldim. O'zi ham bizning Hamidga o'xshab ketadi. Hasan-Husan bo'lishdi, deb kulib qo'ydi u. Mana bugun ism qo'yib berishingiz kerak, dadasi. Rokiya opa, Tohir aka ko'zlarini katta ochib qaraganicha boshqa so'z ayta olmadi Zuhurjon. Ular o'rinlaridan turishib narigi xonaga chiqishdi. Zuhurjon o'g'ilchasini qo'liga oldi. Chaqaloq tim qora munchoqdek ko'zlarini dadasiga tikdi. Ism qo'yishda Zuhurjon o'ylanib qoldi. Zohidovning ham xotinining ham takliflari unga yoqmadi. Ma'sumaxondan menga nima qoldi? Dedi u er-xotinga qarab. Mana shu o'g'ilcha. Uni o'zim katta qilaman. Faqat emizikli davrida bu yog'ini o'ylamang, Zuhurjon, deb uning gapini bo'ldi Rokiya opa. Rahmat sizga. Uning nomini yodgor qo'yamiz. Ma'sumaxondan menga yodgor. Bu nom er-xotinga ham ma'qul tushdi. Ular uzoq suhbatlashib o'tirishdi. Zuhurjon ovqat ustida Zohidovga tikilar, uning bug'doy rang yuzi, o'ychan ko'zlari, ikki chakkasiga oralagan oq sochlari unga mehribon, qadrdon bo'lib ko'rindi. Rokiya opachi, u birgina Zuhurjonga emas, Ma'sumaxonga ham shunchalik yaqin egachisidek edi. Ular ikkovlar ham bir maktabda o'qituvchi bo'lib ishlashardi. Zuhurjon hozir o'zini tug'ishganlari yonida o'tirgandek his qildi. Chaqaloq 5 oygacha Rokiya opaning qo'lida bo'ldi. Zuhurjon endi bu uyga tez-tez kelib turar. Rokiya opa xafa bo'laman deyishiga qaramay turli shirinliklar, o'yinchoqlar olib kelardi. Baribir har kelganida iymanar, nazarida shu oilaga malol keltirayotganday bo'lardi. 6-oyga qadam qo'yganda Yodgorni zavod huzuridagi kecha-kunduz ishlaydigan yasliga joylashtirdi. Shunda Rokiya opa o'rganib qoladi deb qo'rqdingiz-a, Zuhurjon, deb hazil qildi. Zuhurjon xaxolab kulib yubordi. Chindan ham Rokiya opa hazillashdi deb o'ylagan edi. Rokiya opa shu gapni aytdi-yu, ammo qalbining allaqayeri jiz etib ketdi. Ko'ziga kelgan yoshni sezdirmadi. Yasliga tez-tez kirib turadigan Zuhurjon bir kuni Rokiya opa yaslining ravonida Yodgorni bag'riga bosib, ko'z yoshi qilib turgani ustidan chiqib qoldi. Yodgorga o'rganib qolganidan shunday qilyaptimi yoki Ma'sumaxonni eslabmi, bunisiga tushuna olmadi. Oradan 2 yil o'tib Yodgor tilga kirib chopqillab yurib ketganida Rokiya opa Zuhurjonga jiddiy maslahat berdi. Uylanishingiz shuning uchun ham zarurki, dedi u mehribon ko'zlarini Zuhurjonga tikib. Bola hali yosh, o'z onasidek o'rganib ketadi.
Zuhurjon shu vaqtgacha uylanish to'g'risida kimki gap ochsa qisqagina bu haqda o'ylab ko'rganim ham yo'q deb javob qilardi. Zokidov ham bir necha bor gapirib ko'rdi, bo'lmadi. Hozir Yodgorning tarbiyasi haqidagi gap uni o'ylantirib qo'ydi. Indaya olmay qoldi. Roki opaning o'sha hazili ham, yasliga borib Yodgorni ko'rib yurgani ham ko'z oldiga keldi. Endi tushundi. Yodgorga yaxshigina o'rganib qolgan ekan. Uning tarbiyasini o'ylab jon kuydirayotgani ham shundan. Ona ko'nglidan o'tkazdi u. Nega uy surib qoldingiz, Zuhurjon? Rostini aytsam, hech ko'nglim bo'lmayapti. Sizga shu maslahatni berishga mening ko'nglim boradi deysizmi? Axir Ma'sumaxonni men ham... To'g'ri aytasiz, hali bola yosh. Keyinchalik ular jim qolishdi. Zuhurjonga bu haqda gap ochish yarasini yangilash ekanligini Rokiya opa yaxshi tushunardi. Shu tufayli o'ziga tanlashga, o'zi bir nima demaguncha ortiqcha gap aytmaslikka urinardi. Zuhurjon papirosining cho'g'i bilan kuldondagi gugurt donasini sasitishdan bo'lak ishi yo'qdek o'shanga tikilgancha uzoq sukut saqladi. Rokiya opa qadagan tugmasining orqasidan tugun solib qatimni ustida jimlikni buzdi. O'zi ham tanib qopti, ko'rdi, yugurib keladi. Sizgami? Yo'q, kimga deyapsiz? Zarofatga. Zarofat? Ha, hali xabaringiz yo'qmi? Nimadan? Zarofatning borib yurganidan. Yasliga? Ha, xabarim yo'q. Nega boradi u? Voy, rostdan bilmaysizmi? Rokiya opa shunday dedi-yu, Zuhurjonning yuzidagi hayronlikni ko'rib, gapni boshqa tomonga burdi. Yaxshiki topishib olibsizlar-ku deb hazil qilmagani. Rosa ranjir ekanda. Ko'rinib turibdiki, Zarofatning borib yurganini eshitganga ham o'xshamaydi. Bir gal Yodgorni qo'liga olib erkalatib turgani ustiga borib qoldim. Keling, Zarofatxon bor ekansiz-ku desam, voy, tez-tez kelib turaman, mana o'zidan so'rang devdi. Yodgor ham ha deganday duduqlandi. Shuni aytyapman-da, ko'rgandirsiz devdim. Yo'q, yaslida ko'rganim yo'q. Uning ko'z oldiga Zarofat keldi. Yo'q, avval yonida karavotda yotgan Ma'sumaxon namoyon bo'ldi. Keyin yelkasiga xalatni qiyshiq tashlagan, rangi oqarib cho'chigan Zarofatning palataga kirib kelishi, o'tirsa stul sinib ketadigandek bir chekkasidan sekin joy olgani ko'z oldiga keldi. Ma'sumaxon kasalxonada shuncha kun yotdi-yu, Zarofatning borgani shu bo'ldi. Azasiga keldimi, yo'qmi, buni eslolmaydi. Zuhurjon shundan keyin Zarofatni ko'p uchratdi. Ammo nima uchundir har galgisida ham o'rtalarida eson-omondan bo'lak gap bo'lmas. Zarofat uyalibmi yo dugonasi Ma'sumaxon esiga tushib ko'ngli buzilganidanmi, har qalay Zuhurjonga tik qarolmay bosh egib xayrlashardi. Ilgarilari uylariga kelganida Ma'sumaxon bilan chaqchaqlashib o'tiradigan, Zuhurjon bilan ham bemalol gaplashadigan Zarofatning hozirgi ko'yi uni ajablantirmas. Buni faqat Ma'sumaxonga bo'lgan do'stlik hurmati deb bilardi. Har ko'rganida Zarofat qalbida ham o'zidagi singari alamni sezardi. Bu haqda gap ochmasdi. Yoshlikdan birga katta bo'lgan jonajon dugonasidan ajralish osonmi axir? Kechagina edi. Eshikdan kirib kelardi-da, Ma'sumaxon bilan xuddi yosh bolalardek qattiq quchoqlashardi. Keyin uchovlari gaplashib o'tirishardi. Biroq bu gap uzoqqa cho'zilmasdi. Zarofat Ma'sumani imlab narigi xonaga olib kirib ketardi. Dugonalarning orqasidan kulib qarab qolgan Zuhurjon xotinlarning xufiya gapi siri tugamas ekanda deb hazil qilardi. Ba'zida ikkala o'rtoq ichkaridan xomush chiqib kelishardi-da, Zarofat shu zahotiyoq jo'nab qolardi. Ba'zida ikkovlari xaxolashib chiqib doira stol yoniga o'tirishar, 10 yillik keyin institutni tamomlashgandagi suratlari bormi, yana allaqanday rasmlarni ko'rib o'tishardi. Zarofat Ma'sumaxondan 2 yil avval turmush qurgan edi. Biroq nima bo'ldi-yu, er-xotinning murosalari kelishmadi. Zarofat Ma'sumaxonga hasrat qiladigan, erining ichkilik ichib kelib uyda to'polon qilishlarini yig'lab gapiradigan bo'lib qoldi. Bir gal eri kaltaklaganida Ma'sumaxonnikiga kelib yotgani Zuhurjonning hali esidan chiqmaydi. Hatto bu sirni yashirib indiniga aytgani uchun Zuhurjon Ma'sumaxondan xafa bo'lgan, chakki qilibsiz, adabini berib qo'yardik deb achingan ham edi. Ular 3 yilcha yashab ajrashib ketishdi. Bu orada Zarofat kechki maktabda dars berishga ko'chdi. Ularnikiga kam keladigan bo'lib qoldi. Zuhurjon ikkita papirosni chekib, kuldonda ezg'ilaguncha shularni xayolidan o'tkazdi-yu, bir xil bo'lib ketdi. Nazarida Zarofatga rozilik bersa katta xiyonat qilgan, gunohga botib ko'pchilik oldida yuzi shuvut bo'layotganday. Rokiya opa ham Zohidov ham bundan avval
Zarofatni tilga olishganda e'tibor bermagan ekanman, hozirgidek bo'lmagandi. U yana papiros tutatib Rokiya opaga qaradi. Demak, Zarofatni demoqchimisiz? Zuhurjon, demoqchiligim faqat Yodgor tufayli. Bu yog'ini tag'in o'zingiz bilasiz. Men ham bolani o'ylayapman. Bo'lmasa hali beri uylanish xayolimda yo'q edi. Shunda ham ochiqchasiga gaplashaman. Shart qo'yaman deng, ammo yotig'i bilan ayting. Xotin kishining ko'ngli nozik bo'ladi. Meniki undan ham nozik, Rokiya opa. Bor gapni aytsam gunoh bo'ladimi? Sevardim, butun vujudim bilan sevardim. Undan menga mana shu yodgor qoldi deyman. Demasangiz ham biladi Zuhurjon. Rokiya opa shu gapni aytib o'rnidan turar ekan, shunaqangi erning xotini o'lmasa nima qilardi deb ko'nglidan o'tkazdi-da, tortib yuborganini o'zi ham payqamay qoldi. To'yning ertasiga ertalab Zarofat men birrov Rokiya opaning oldiga borib kelaman deb uydan chiqib ketdi. Ochig'i uning bu qilig'i Zuhurjonga yoqmadi. Ensasi qotganidan nima ishingiz bor edi deb so'ramadi ham. Pochtalyon keltirgan gazetalarni ko'zdan kechirar ekan, o'zicha o'y surib ketdi. Bu qanaqasi bo'ldi? Har qanday zarur ishi bo'lganda ham bir og'iz aytishi kerak edi-ku. Bugun dam olish kuni, biron mehmon kelib qolishi mumkin. Tushunolmay qoldim-ku. U gazetalarni yig'ib radioning qulog'ini buradi. Oqqushlar raqsi muzikasi yana Ma'sumaxonni eslatdi. Bu baletni er-xotin bir emas, 3 marta ko'rishgan edi. Ma'sumaxonga juda yoqardi. Zuhurjon muzika sadosiga xalaqit bermaslik uchun oyoq uchida yurib, stol yoniga bordi. Tortmadan kichik ramkaga solingan portretni olib uzoq tikilib qoldi. Nazarida teatrning lojasida o'tirganday bo'ldi. Eshikda oyoq tovushi eshitilishi bilan rasmni tortmaga solib divanga yonboshladi. Jurnalni varaqlab eshikka yon o'girib oldi. Zarofatning kirib kelganini payqasa ham qaramadi. Ko'z ochib yumgunchalik vaqt o'tmayoq "Papa" degan jarangli ovoz uyni yangratdi. Zuhurjon jurnalni tashlab o'rnidan turib ketdi. U ko'zlarini katta ochib kulib turgan Zarofatga qarar ekan, Yodgor yugurib kelib dadasining oyoqlarini quchoqlab oldi. Zuhurjon uni ko'tarmoqchi bo'lganida Yodgor ikki oyog'ini ayri qilib dadasining qorniga chiqdi. Qo'llari bilan bo'ynidan mahkam quchoqladi. "Dadajon, endi ayam tetdilar, endi tetmaydilarmi?" "Yo'q, ketmaydi o'g'lim." Zuhurjon o'g'lini divanga qo'yib, xuddi shu holatni Zarofat bilan takrorlamoqchi. Minnatdorchilik yo'q, anchagiki minnatdorchilik bildirish kamlik qilardi hozir. Dilidagini allanima deb aytmoqchi bo'ldi-yu, qila olmadi. Boyagi Zarofat ketidanoq xayoliga kelgan, uning qilig'idan ranjigani esiga tushib, qattiq xijolatda qoldi. Kulib turib, "Rahmat Zarofatxon" dedi-yu, nazarida dilidagini aytolmaganday bo'ldi. O'g'ilchasi bilan divanga o'tirdi. Yodgorning egnida boshdan oyoq yangi kiyim edi. Demak, Zarofatxon bularni ilgaridan o'ylab qo'ygan ekan. Nega menga aytmagani? Ko'nglidan o'tkazdi Zuhurjon. U shunday bo'lishini o'ylamagan, Yodgorni uyga olib kelishni 1-2 kun o'tgach, tayyorlik ko'rib, keyin xotini bilan maslahatlashmoqchi bo'lgan edi. O'g'li bilan o'ynar ekan, hamon boyagi xijolat ko'nglini tirnar, Zarofatga tik qarashga xijolat bo'lardi. U trubkani olib Zohidovga telefon qildi. Voqeani aytib berdi. Ular ham bunday bo'lishidan bexabar ekan. Rokiya opa faqat Zarofat Yodgorga kiyim tiktirayotganini bilarkan xolos. Zuhurjon buni eshitgach, quvonchini sira ichiga sig'dira olmadi. "Tohir aka", dedi u, Zarofat hovliga chiqib ketgan paytni poylab. "Haqiqiy to'y mana bugun. Kelmasalaringiz xafa bo'laman. Kutaman." Yodgor trubkaga yopishdi. Zuhurjon uning qulog'iga tutib turdi. "Ayam teldilar", dedi bola lablarini cho'chchaytirib. Mevalar g'arq pishgan, to'kin sochin yoz kunlaridan biri. Zuhurjon otpuska olib xotini, o'g'li bilan kurortga borish taraddudini ko'rib yurgan kezlarda uni zavod boshqarmasiga chaqirib, delegatsiyaga bosh qilib tayinlashdi. Xarkovdagi mashinasozlik zavodi kollektivi bilan tuzilgan musobaqa shartlarining bajarilishini tekshirish anchagina tayyorlik ko'rishni talab etardi. Injener texnik xodimlar yig'ilishida ham bunga katta e'tibor berishdi. Eng muhimi, musobaqadoshlarning ilg'or ish metodlarini o'rganib qaytish kerak deyildi. Zuhurjon bu topshiriqni bajonudil qabul qildi. Zarofat kanikulda, Yodgor bo'lsa 3 yoshga to'lgan, birro gapiradigan bo'lib qoldi. Bu jihatdan ko'ngli to'q edi. Biroq Zarofat ro'yxush bermadi unga. "Axir otpuskaga chiqishim, dam olishim kerak demadingizmi?" dedi Zarofat uning yuziga tik qarab. "Kurortga boramiz deb til uchida aytgan ekansizda."
Zarofatxon, o'ylasangizchi, axir butun kollektivning ishi-ku, kuyib-pishib tushuntira boshladi Zuhurjon. Kurortga sal kechikibroq borsak hechqisi yo'q. Sizga shundayda xotin esingizga kelarmidi? Zarofat shu gapni aytib eshikka chiqdi. Dahlizda hovlidan allanima deb xarxasha qilib kelgan Yodgorga duch keldi. Zuhurjon birdan o'g'lining chinqirib yig'laganini eshitdi-yu, zing'illab hovliga chiqqanini ochiq derazadan ko'rib qoldi. Yodgor, chaqirdi u. Nima qildi? Bola yalt etib dadasiga qaradi-da, mushti bilan ko'zini ishqab ko'chaga chiqib ketdi. Zuhurjon nimaligini tushunolmay qarab qoldi. O'g'lingiz men ham boraman deyapti, dedi Zarofat jilmayib uyga kirarkan. Ha, bir gap bo'ldimi? Ko'zlaringiz bejo. Tavba, xotin bo'lib shu gapni ham aytolmayman shekilli. Hech gap bo'lgani yo'q, Zarofatxon, dedi kulimsirab Zuhurjon. Yodgorni bir narsa chaqib oldimi debman. Hali shunga shuncha qovoq dimog'mi? Qoqilib tushdi. Zuhurjon bunga e'tibor bermadi. Xotinining e'tirozini bo'lsa hazil deb bildi. Topshiriqning muhimligiga yaxshi tushunib turibdi-yu, faqat yolg'iz qolayotganidan shunday deyapti deb o'ylardi. 3-kuni Zarofat Yodgorni olib aerodromga chiqqani, ochiq chehra bilan kuzatib qo'yganida o'z fikrining to'g'riligiga sira shubha qilmadi. Zuhurjon 11 kun deganda qaytib keldi. Bu gal delegatsiyani kutib olgani aerodromga zavoddan ham ko'pchilik chiqdi. Zuhurjon ular bilan, Zarofat bilan so'rashar ekan, o'g'li ko'rinmadi. Bo'lganida qo'liga tutqizish uchun cho'ntagiga solib qo'ygan o'yinchoqni berib sevintirardi. Zarofatdan so'ramoqchi bo'lib turganida o'zi boshchilik qilayotgan sexning ilg'or randalovchi tokari, bir yo'la 2 stanokda ishlayotgan Saidov uni gapga tutib qoldi. Rostmi, o'rtoq injener, 3 randalovchi stanokka ko'chgani? Ha, bir kishi emas, 9 kishi. Ana, aytmabmidim. Endi ruxsat berasizmi? Ruxsat berish oson, puxta o'ylash kerak. Rashyotini qilib chiqdim. Saidov orqadan yetib kelgan Zohidovdan sal uyaldi shekilli, jimib qoldi. O'ziga qolsa yo'lda, mashinaning o'zidayoq hamma narsani hal qilib olarmidi? Zuhurjon uyga kelgandagina Yodgorning kasalxonada ekanligini eshitdi. Yiqilib qo'lining suyagi lat yetdi. Mehmonlar ahvoli yaxshi deb shuncha yupatishsa hamki, ko'ngli tinchimadi. Odamlar tarqagach birrov borib ko'rib kelmoqchi bo'ldi. Ma'sumaxon, he, Zarofatxon, siz dasturxonlarni yig'ib bo'lguningizcha borib kelaman deb o'rnidan turdi. Qayoqqa? O'zini bilmaslikka olib so'radi Zarofat. Yodgorning oldiga. Sog'inibman, Zarofatxon, kulib gapirdi Zuhurjon. Tez qaytaman. Boravering, mendan so'rab nima qilasiz? Zarda bilan shunday deb teskari burilib oldi Zarofat. Meni sog'inarmidingiz? Tirnoqdek bolangizni sog'ingansiz. Zarofatxon, axir boravering dedim-ku, voy tavba-ey, chimirildi u. Zuhurjon makintoshining bir yengini kiyganicha ostona yonida qotib turardi. U gap topolmay qoldi. Hozir nimaiki demasin, bir so'zning o'zi janjalga sabab bo'lishini bilardi. Yo'q desa ham shu, xo'p desa ham. U kiyimlarini ohista yechib narigi xonaga kirdi. Ish stoli yoniga o'tirib beixtiyor o'ylanib qoldi. Nikoh kunining ertasigayoq o'zi borib olib kelgan Yodgorni endi nega yoqtirmay qoldi? Zarofat qo'lida olib kirgan kuldonni stol ustiga qo'ya turib gapirdi. Boradigan odam, tag'in nima qilib bu yoqqa kirdingiz? Charchaganga o'xshayman. Vaqt ham kech bo'lib qoldi, Zarofatxon, dedi yotig'i bilan Zuhurjon. U xotinining boyagidan ko'ra sal yorishganini ko'rib biroz tinchidi. Stol ustida to'planib qolgan gazetalarni titkilashi bilan o'zini ovuta boshladi. Zuhurjon allaqanday xayollarga olib borgan bu dilixiralikni butunlay ko'nglidan chiqarib yubormagan ham ediki, yoniga ikkinchisi qo'shildi. Ertasi kuni zavoddan kelib ish stolining tortmasidan nimanidir axtarar ekan, ramkadagi rasmni ko'rmadi. Qidirgan narsasi bu yoqda qolib, rasmni axtara boshladi. Nima qilsinki yo'q, hayron bo'ldi. Hamma narsa joyida-ku, faqat Yodgor-ku ololmaydi. Kimi olishi mumkin? Xotinidan so'ramoqchi bo'ldi-yu, tag'in o'zini bosdi. Meni sinamoq uchun boshqa joyga yashirib qo'ygandir. Sabr qilaychi, dedi-da, Metal texnologiyasi kitobining qog'oz qistirilgan sahifasini ochdi. Uzoq o'tirdi. Baribir xayol ming yoqqa olib qochib, pohol ichida igna qidirganday allanimalarni qidirishga majbur etardi. Mana qidirganidan bittasini topdi. Qishda bo'lgan voqea esiga tushdi. Zarofat Ma'sumaxonning yangi baston yubkasini buzdirib Yodgorga kostyum tiktirib berdi. Zuhurjon buni ertasiga bildi. O'g'lining egnida bejirim kostyumni ko'rib sevindi. Juda yaxshi qilibsiz deb xotinidan minnatdor ham bo'ldi. O'shanda xayoliga hech narsa kelmagan edi. Endi bo'lsa bu ham rasm yoniga qo'shildi. Dili xiralik battarlashdi. O'zi kiysa bo'lmasmidi? Nahot hazar qilsa? Dilidan o'tkazdi u.
Zarofat maktabga ketdi. Zuhurjon anchagacha Yodgorni yoniga olib rasmli kitoblarni ko'rsatib o'tirdi. Uning qo'li varaqlar, og'zi gapirardi-yu xayoli allaqayoqlarda edi. Xuddi birov unga xotining o'zi o'qituvchi bo'lsa ham bolangga o'gayligini qilyapti, bilyapsanmi deyapti-yu, Zuhurjon bunga sira ishongisi kelmasdi. Nahotki, yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Ertaga bayram deydigan kechasi Zarofatning ko'zi yoridi. Allamahalgacha tug'ruqxonada qolib ketgan Zuhurjon ko'ngli tinchib uyiga qaytganda Yodgor pufagini karavotga bog'lab bayroqchasini quchoqlaganicha pishillab uxlab yotardi. Voy bolam, o'zim chiqib o'tiraman, ish qilib eson-omon qutulsin, bolangdan ko'ngling to'q bo'lsin deb uyga chiqib o'tirgan qo'shnilari Soyibxon xola mudroq bosib divanda yonboshlab yotardi. Zuhurjon eshikdan kirishi bilan o'rnidan turib shoshib so'ray ketdi. Keldingmi bolam? Qalay, tinchlikmi? Hayallab qolding? Eri yonida bo'lsa oson tug'adi deyishadi-ku, men ham yonida dalda berib turdim-da. Voy, tug'dimi? Ha, o'zim ham aytdim-a, pishib turuvdi deb. Nima tug'di? Qiz. Juda yaxshi. To'ng'ichi qiz bo'lsa davlat deydilar bolam, juda yaxshi, omon bo'lsin. Men ham chiqa qolay. Uying o'zingga buyursin bolam. Shu yerda yota qoling-da, xola. Yo'q bolam, chiqay. Kampir koridor tomon yurgan edi, Zuhurjon uning qo'liga allaqanday quticha tutqizdi. Bu nimasi bolam? Suyunchi xola, yangi mehmon suyunchisi. Zuhurjon kampirni uyiga olib chiqib qo'ydi. Tun yarmidan oqqan bo'lishiga qaramay, Zuhurjonning uyqusi kelmadi. Fortichkadan kirayotgan bahor shabadasidan huzur qilib uzoq turib qoldi. Karavotda yotgan o'g'lining kiyimidan tortib, bayroqchasigacha hali boshlanmagan bayramdan darak berib turardi. O'g'ilchasi ertalab shoshib qolaman deb botinkasini ham kiyib uxlab qolibdi. Zuhurjon divanga yonboshlaganicha shirin xayollar bilan ko'zi ilinganini bilmadi. Ertalab o'g'lini yetaklab bir dasta gul bilan tug'ruqxonaga bordi. Qaytishida bayram shodiyonasiga g'arb ko'chadan kelar ekan, boyadan beri indamayotgan Yodgor ko'zlarini katta ochib, dadasining qo'lidan tortdi. Dada, oyim ninnini urmaydilarmi? Zuhurjon avvaliga beparvo kuldi, keyin o'ylanib qoldi. Nega uradi o'g'lim? Ursalar o'lib qoladi-da, dada, indan keyin qatdan olamiz. Urmaydi o'g'lim, urmaydi. Kichkina uyga qamab qo'ymaydilarmi? Zuhurjon nimalarni eshityapti-yu, kimdan eshityapti? 4 yashar o'g'li bu gaplarni qayerdan topyapti? Qaysi uyni aytyapsan? Yodgor zo'rma-zo'raki kulib so'radi u. Hu, osh pishiradigan uychi o'shani-de, kimni qamaydi? Chaqaloqni ham qamasalar o'lib qolmaydimi? Ko'chaning o'rtasidan ham, yo'lakdan ham yurib bo'lmasdi. Surnaychalarni ming ohangda chalib quloqni garang qilayotgan surnayfurushning paydo bo'lishi gapning beliga tepdi. Yodgor olib berasan deb xarxasha qildi. Qo'liga oldi-yu kuchi boricha chala ketdi. Undan endi gap olib bo'larmidi. Nariroqqa borishganda tartarakning ovozi eshitildi. Undan ham olib berdi. Marojnoye yeyayotganda pufagi uchib ketib, bo'ldi hangama. Qani endi gapga ko'ndirib bo'lsa. Aksiga yurib yaqin orada pufak sotayotganlar ham ko'rinmasdi. Bir amallab Yodgorni ovutdi, biroq o'zini bosolmadi. Urdi, qamadi. Bu so'zlar sira tinim bermasdi. Oxiri o'ziga o'zi tasalli bera boshladi. Ona bo'lgandan keyin erkalaydi ham, kezi kelsa uradi ham. Ehtimol jahli chiqqanida qamab qo'yaman deb po'pisa qilgandir. Esli xushli xotin, pedagog bo'lsa. Zuhurjon uyga kelgandagina ancha charchaganini sezdi. Yodgor bo'lsa kiyimlarini yechmasdanoq divanda uxlab qoldi. Zuhurjon uning botinkasini uyqusida yechib oldi. Karavotga yonboshlab, o'zi ham uyquga ketdi. Zuhurjonning sex boshlig'idan boshqarma apparatiga o'tishi o'ziga ham yoqmay yurdi. U stol yonida turli chirtyojlarni tikkilab, nuqul svodkaga o'xshash yozishmalar bilan o'ralashib o'tirishni yoqtirmasdi. Ko'p marta iltimos qildi, bo'lmadi. Zohidovdan ko'mak kutgan edi. Do'stingdan top deganlaridek u dabdurustdan "Iye, shu bo'limga xuddi sizdaqalar kerak-da" deb sexga qaytarishga ko'nmadi. Shu bo'ldi-yu, Zuhurjonning boshi komandirovkadan chiqmay qoldi. Har 2-3 oyda bir hafta, ba'zida 2 haftaga komandirovkaga jo'nardi. Yoz kunlarining birida ertaga safarga jo'naydigan kuni Yodgor bog'chadan keldi-yu, olazarak bo'lib hovliga qaradi. Uylarga birma-bir kirib chiqdi. Dada, oyim qanilar? Shoshib so'radi u. Magazinga chiqib ketdi, nima qilasan? Yodgor yugurib kelib dadasini quchoqlab oldi. Dadajon, jon dada, hozir bog'chamizga borib kelasizmi? Nima qilaman o'g'lim? Opam bilan gaplashib bering, jon dada. Nimani? Kechasi ham yotishimni. Qayerda? Bog'chamizda-da. Ko'p o'rtoqlarim shunday qilishadi-ku, keling jon dada.
O'g'lim, men komandirovkaga jo'nayapman. Oying yolg'iz qolsa maylimi? Oying deydilari, mana. Yodgor duduqlandi, keyin ho'ngrab yubordi. Nega yig'layapsan o'g'lim? Menga qara, nima gap? Qani, yig'lamay gapirchi. Zuhurjon uni bag'riga bosib, uvala o'rindi, ovuta olmadi. Yuragiga allaqanday g'ashlik tushdi. U ildam kiyinib, o'g'lining qo'lidan yetaklab oldi. Qani, yurchi bog'changga deganidagina bola ko'z yoshlarini artdi. Zuhurjon o'g'lini yetaklab biroz yurgach, uni aldab gapga soldi. Uyda yotganing yaxshimasmi o'g'lim? Oyingni, ukangni sog'inib qolmaysanmi? Oyim yotqizadilarmi? Nuqul uradilar, non ham bermaydilar. Nima deding? Zuhurjon titrab ketdi. Yo'q, aytmayman. Jon dada, siz ham gapirmaysiz, xo'pmi? Bo'lmasa o'ldirib qo'yadilar. Oyim ja zo'r. Gapirmaysizmi dada? Nimani gapirmay? Meni qamab qo'yishlarini de, Soyibxon buvim hech kimga aytmaydilar. Aytsalar u kishini ham o'ldiraman degan. Soyibxon buvim deysanmi? Ha, anavi bir oyog'ini mana bunaqa qilib yuradigan Soyibxon buvi bor-ku, u oqsoqlanib ko'rsatdi. O'sha-da, ja yaxshi buvida o'zi. Men ja yaxshi ko'raman. Zuhurjon bog'chaga yetguncha hech narsa so'ramay, o'g'lini o'z holiga qo'yib berdi. Yodgor borguncha shu taxlitda poyma-poy gapirib bordi. Zuhurjonning miyasi shunday gangib qoldiki, Yodgorning tarbiyachisi bilan xuddi mast kishidek so'rashdi. Gapirmoqchi bo'lgan so'zlari qovushmay og'zidan tushib ketayotganga o'xshardi. Opachi opa, dadam xo'p dedilar, dedi bidillab Yodgor. Tarbiyachi Yodgorning boshini siladi-da, bor, sen o'ynayver deb uni bolalar yoniga yubordi. O'g'lingizga bog'cha juda yoqib qolgan. Tarbiyachi voqeadan xabardor bo'lsa kerakki, shunday gap boshladi. Kechasi ham qolaman deb janjal qilgan. Bo'lmasa dadangni olib kel deb men yuboruvdim. Zuhurjon shu gapdan keyingina sal es-hushini yig'ib oldi. Rahmat yo'qlatganingiz uchun, dedi u mamnunlik bilan. Agar o'zi xohlasa qoldirishning iloji bo'lsa, men roziman. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Hech narsaning hojati yo'q, faqat qo'shimcha haq to'lanadi xolos. Albatta, dedi shoshib Zuhurjon. Sizdan men bir narsani so'ramoqchi edim. U gapni nimadan boshlashni bilmay turganida tarbiyachining o'zi gapirib qoldi. Kechirasiz, so'ramoqchi bo'lgan narsangizni men aytib bera olmayman. Buni faqat bosh tarbiyachi biladi. U kishi hozir betob. Men bir narsani aytishim mumkinki, kecha kunduz ishlaydigan bo'limda bo'sh joy bo'lmasligiga qaramay o'g'lingizni qabul qilyapmiz. Bosh tarbiyachi shunday deb tayinlagan. Rahmat sizga. U kishi hali beri ishga chiqmasa, 1-2 kunda chiqib qolar, tumov bo'lgan ekan. Zuhurjon gapni cho'zmay u bilan xayrlashdi. Keyin Yodgorni mahkam bag'riga bosganicha qo'yib yubora olmadi. Ko'zidan chiqqan 1-2 tomchi yoshni teskari qarab, zo'rg'a o'g'lidan yashira oldi. Uyga kelib xotiniga aytgan gapi shu bo'ldi. Bog'cha juda yoqib qopti. Kecha kunduzgisiga o'tkazib keldim. Zarofatning rangi quv o'chib ketdi. Boshqa paytda bunday gaplarga juda ham befarq qaramaydigan Zarofat mum tishlaganday indamay qoldi. Polda emaklab yurgan qizini ko'tarib koridorga chiqdi. Zuhurjonning bu safargi komandirovka bo'lmadi. 3 kun oldin qaytib keldi. Odatdagidek Zarofatga telegramma ham bermadi. Uyga kelib qizi bilan birpas o'ynab o'tirdi-da, ovqatni kutmay to'g'ri bog'chaga bordi. Yog'och panjara orasidan dadasini ko'rgan Yodgor yugurib kelib Zuhurjonga otildi. Yuzlaridan cho'ppillatib o'pa ketdi. Zuhurjon o'g'lini yerga qo'yayotganida qarasa, shu 9 kunda shunday o'zgarib ketibdiki, yuzlari yiltillaydi. Dadachi, dada, dedi shoshib bitta shokoladni ocharkan. Mana bu mening o'rtog'im, uning oti ham Yodgor. Bir chekkada iymanib turgan, bo'yi Yodgordan tikroq 6 yashar bola Zuhurjonga qo'l uzatdi. Zuhurjon o'g'lining qo'lidagi shokoladdan bittasini olib unga berdi. O'g'lim, oyingni sog'inmadingmi deb so'radi Zuhurjon. Ukamni ham sog'indim. Endi siz komandirovkaga bormasangiz uyga borardim. Shu payt ro'mollik ayvondan bosh tarbiyachi Halima opa ko'rindi. Zuhurjon uzoqdan bu ayolni taniganga o'xshadi. Yaqinroq kelib ko'rishgandagina esiga tushdi. Men sizni bolalar klinikasida ko'ruvdim. To'g'ri, Yodgoringizning qo'li lat yeganda borgan edingiz. Qani, marhamat, ichkariga kiraylik. Sizlar o'ynanglar, bolalar. Ular bosh tarbiyachining kabinetiga kirishdi. Halima opa oldin hol-ahvol so'ragach, keyin butun gapni aytib berdi. Umrimda yomon ko'rgan ishim er-xotin o'rtasiga nizo tushirish. Zinhor bu maqsadda gaplashmoqchi emasman. Men o'zim bir emas, 3 ta yetimni tarbiyalayapman. Bilaman, siz bosiq yigitsiz. Buni men orqavarotdan yaxshi bilib oldim.
Ishonamanki, bu gaplardan keyin ba'zi erkaklarga o'xshab, yo'q, xotirjam bo'ling. Yodgor yiqilibmas, birov qo'lidan ushlab tortgan yoki otib yuborganidan qo'l suyagi lat yegan edi. Otib yuborgan? Shunday. Undan keyin nima bo'lganini bilmayman. Ammo men shu yerga kelganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, shu davrda 1-2 hodisani sezib qoldim. Siz boringizda bola tinchroq. 2 kun bo'lmadingizmi, bas, bolaning halovati buziladi. Goh qarasam rangi zafaron bo'lib keladi, goh ko'zlari ich-ichiga tushib ketgan bo'ladi. Yana shunisi hayratda qolarliki, bola bir og'iz gapirmaydi. Shu yoshdagi bolalarda bunaqangisini sira uchratmaganman. Gapga solib olguncha ozmuncha qiynalganim yo'q. Asta-sekin hammasini bilib oldim. Bir safar komandirovkaga ketganingizda oshxonaga qamab o'zi mehmonga ketibdi. Bola och qolib yig'layvergach, qo'shningiz Soyibxon kampir devor oshib hovliga tushib, fortichkadan non, qand uzatibdi. Xotiningiz homiladorlik paytida men uni chaqirib gaplashdim. Takrorlanadigan bo'lsa sudga beramiz dedim. Hech kimga aytmang deb yalinib chiqib ketdi-yu, baribir kaltaklamasa ham undan battarrog'ini qilib yuribdi. Ko'pincha och qo'ysa kerak. Bolaning avzoyidan shularni sezaman. Shunday qiladiki, ushlab ham ololmaysan, surishtirib bilolmaysan ham. Men yaqinlaringizdan xabardor bo'lganim uchun Rokiyaxon bilan gaplashib ko'rdim. Bechora eshitib juda g'azablandi. Iltimosi shu bo'ldiki, sizga yotig'i bilan tushuntirish u Zarofatning o'zini yo'lga solish. Kecha kunduzlikka joylashtirib yaxshi qildingiz. Qani endi bu yog'i nima bo'larkin? Faqat bu gaplar oramizda qolishini iltimos qilaman. Xotirjam bo'ling, Halima opa, tushunaman. Hayronman, dedi 2 qo'lini yozib Halima opa. Bizda xuddi shunga o'xshagan otasi o'gay bir bola bor. Qarangki, uning ismi ham Yodgor. Onasining qornidaligida otasi o'lgan ekan. Mana hozir yoshi 6dan 7ga qarab ketyapti. 2 yoshidan o'gay otaning tarbiyasida. Otasi oddiy bir ishchi. Bola shu vaqtgacha o'gayligini bilmaydi. O'zimning dadam deydi. Har kuni o'zi olib kelib, o'zi olib ketadi. Xotini har zamonda keladi. U yaslidagisi bilan ovora. Uylarida ham bo'ldim, qiziqdim. Yo'q. Na bolaning yetimligini sezasiz-u, na otaning o'gayligini. Qarab turib hayron qolaman. 2 yodgorning bir-biridan farqini qarang. Zarofat tushunmagan bo'lganda aytardingizki, ha, endi o'qimagan-da deb. Binoyidek o'qituvchi bo'lsa. Ana qarang, o'sha bolaning dadasi keldi. Halima opa Zuhurjonni deraza yoniga chaqirdi. Eshikdan qo'pol etiklarini gursillatib, baland bo'yli kishi kirib keldi. Qo'lida korzinka, egnida ko'k satindan xalat. Kirdi-yu skameykaga o'tirdi. Boya Zuhurjon shokolad bergan Yodgor yugurib kelib, dadasining bo'yniga osildi. Soqol bosib ketgan yuzlaridan o'pdi. Otachi o'g'lining shimidagi changni qoqib, keyin botinkasining ipini bog'lab qo'ydi. Ular yetaklashib darvozadan chiqib ketisharkan, Zuhurjonning o'pkasi to'lib ketdi. U dardi dunyosi qorong'i bo'lib bog'chadan chiqdi. Uyga qaytarkan nima qilsam ekan degan savol miyasida hukmron edi. Hoziroq Zarofat bilan orani ochdi qilsammikin? Yo'q, buni men qila olmayman. Ikkinchisini yetimcha qilish bundan ham og'ir. Yalinib ko'raymi? Yalinishning o'zi nimasi? Er-xotinning bir-biriga samimiyligi, hurmati har qanday yalinishdan yuksak emasmi? Yoki yo'q, ayol kishiga qo'l ko'tarish erkakning ishi emas. Haqorat qilishga til bormaydi. Hovlingdagi gulzorni bosib o'tkin keladimi axir? Qaniydi Zarofat shularni tushunsa, Ma'sumaxondek demayman, loqal uning yarmisicha tushunsa. Bu savol shunday mushkul ediki, nazarida sira javob topolmaydiganday. Magazin yonidan o'ta turib yo'lakda, morojenoye budkasi yonida o'gay ota bilan Yodgorni ko'rib qoldi. Bola morojenoye ushlagan qo'lini cho'zib dadasiga Zuhurjonni ko'rsatdi. Dada, anavi amakichi o'rtog'im Yodgorning dadasi, injener. Zuhurjon bilmaslikka olib o'tib ketdi. Eshigiga yaqinlashganda papiros tutatib, o'zini bosishga harakat qildi. Zarofat oshxonada edi. Uyda qizi Latofat yig'lardi. Zuhurjon bolani qo'liga oldi. Dastro'molchasi bilan og'zi, burnini artib oynaga qaratdi. Ana oppoq qiz yaxshi qiz bo'ldi. Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Dedi Zarofat orqasidan kelib. Zuhurjon o'zini zo'rg'a gapdan to'xtatib qoldi. Javob bermay qizchasi bilan o'ynayverdi. Es-hushingizni o'sha Yodgor olardi. Endi tilingizni ham oldimi? Zarofat, gapirma. Zuhurjon xotinini birinchi marta sansirashi edi. U cho'chib tushgan qizchasini bag'riga bosib, narigi xonaga kirdi.
Gapirma-ya. Zarofat shunday dedi-da xonaning eshigini ochdi. Nega gapirmas ekanman? Yerdan chiqibmanmi men? Qani aytingchi? Bo'ldi deyapman. Qilg'ilikni qilib qo'yib tag'in baland kelasiz-a? Nima? Qanaqa qilg'iliq? G'arlik, o'g'irlik qilibmanmi? Qani aytingchi? O'sha Halima chaqmachaqar gapirgandir-da. O'zim ham aytuvdim-a, qovog'ingizdan qor yog'yapti deb. Shum yetimchani katta qilib ko'rgan kunim shu bo'ldimi? Bola emas, balo bo'ldi u. Tug'ilishi bilan onasining boshini yegan bola endi mening boshimga yetmoqchimi? Bas, qo'shnilar eshitadi. Bola cho'chiyapti. Eshitsin, bilib qo'ysin qo'shnilar ham. Tirnoqdek yetimcha deb ne azoblarni tortyapman. Xotinining xulqiga tushunib qolgan Zuhurjon bunday paytlarda tishini tishiga qo'yib turishdan boshqasini bilmasdi. Hoy desang qarg'adi deyishsa, po'pisa qilsang kaltakladiga chiqarishsa, umrimning egovi bo'ldi-ku bu yetimcha. Rokiya maktabimga xabar qilarmish. Ana jonajon opangizdan kelgani. Aytaversin, qo'rqarmidim? Qo'lidan kelsa qo'ydirib yuboradi-da, nima qilardi? Zuhurjon qo'lida uxlab qolgan bolani karavatiga yotqizib, ish kabinetiga kirdi. Eshikni bekitib oldi. Shunday paytlarda o'qish uchun emas, biron yeriga tikilib xayol surish uchungina qo'lga kitob yo jurnal olinadi. Zuhurjon ham shunday qilib o'tiribdi. Anchagacha goh narigi xonadan, goh hovlidan xotinining o'zicha javrayotgani eshitilib turardi. Hikoyani shu yerga keltirib qo'ydim-u, boshqa ish chiqib davom ettira olmadim. Oradan 2 oy o'tdi. Shu orada Zuhurjonni uchratib qoldim. O'g'lini yetaklab qizini ko'tarib kelayotgan ekan. Iqror bo'layki, qo'rqib ketdim. Nahot ajralishgan bo'lsa? Shoshib Zarofatni so'rovdim. Rahmat, salomat yuribdi deb kuldi-da qo'shib qo'ydi. Yana bir o'g'il ko'rdik. Shu topda o'g'il ko'rganidan ham tinchligiga sevindim. Yangi mehmon bilan tabrikladim. Bo'lib o'tgan hangamalar haqida eshitishni istasam ham bu to'g'rida hozir gap ochishni sira o'ylamovdim. O'zi gapirib qoldi. Ahvolimiz hali ham eskicha. Yangiligi shuki, Zarofat Rokiya opani qattiq behurmat qildi. Yuz ko'rmas bo'lishdi. O'zim komandirovkaga jo'naydigan bo'lsam, Yodgor ham jo'naydi. Iye, birga-ya? Yo'q, biz xizmat komandirovkasiga, Yodgorvoy kecha kunduz ishlaydigan bog'chaga. Bilmadim, maktabga boradigan bo'lganida nima qilarkinman. O'zim yetim o'sib, ota-onasizlikning nimaligini yaxshi tushunib oluvdim. Ammo bunaqangi o'gaylar bo'lishini bilmas ekanman. Qaranga, xayrlashdik. Kechqurun Abduqahhor akaning uyiga bordim. Zuhurjonga qoyilman. Shunchayam sabr toqatli bo'ladimi kishi desam, Abduqahhor aka og'ir tortib oldi. Shu sabr toqat ham yetmasmikin deb qo'rqaman-da. O'ylanib qoldim. Hikoyani davom ettirish kerakmikan? Fevral 1957-yil.